Keling aka. Keldim. Olmay ekan noding. 3,5 degan ko'rpacha 320 chiqyapti. Yolg'on gapirmasdan savdo qilinglar. Akamiz to'g'ri gapiryaptilar. Bu ko'rpachamiz haqiqatan ham 3,5 metr deb sotilgan, lekin 325 chiqyapti. Nimaga? Hozir tushuntirib beraman. Xuddi shu ko'rpachamizni paxtasiz holati, uzunligi 3,5 metrlik. Hozir men sizlarga o'lchab beraman. 1 2 3 3,5. Xuddi shu ko'rpachamizni paxta solingan holati, ichiga 7 kilo paxta solinadi, shuni hisobiga ko'tariladi. Ham har bitta qatoriga 8 qo'g'ondan tushadi. Shuni hisobiga, kirish hisobiga, paxta ko'tarish hisobiga 25 sm kiradi. Endi hozir bu ko'rpachamizni o'lchab ko'ramiz. 1 2 3 25 mana. Agar siz qizingiz sarposi uchun qilayotgan bo'lsangiz ko'rpachalarni xuddi shunaqa razmerda qolsa bo'laveradi, lekin uyingizga moslamoqchi bo'lsangiz ko'rpachani 30 sm hisobini qilib moslashingizga to'g'ri keladi. Ko'rpachalar to'g'risida kerakli ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun Altın Yıldız profiliga obuna bo'ling. Ukajonim shuni e'tirof etmasdi. Mayli, bo'lmasam bu ko'rpachalar qizimiz sarposi uchun qolaveradi. Mani uyim razmeriga moslab boshqa chiroyli qilib berasiz. Yaxshi sizdan. Bo'ldi akajon. Xo'p bo'ladi, xudo xolasa cho'kib yuborishimga.